Navbatdagi kun tartibini muhokamasiga o'tamiz. Doimiy komissiya yig'ilish ishtirokchilari. Navbatdagi kun tartibimiz Xalq deputatlari Jondor tuman kengashining 2026-yil 18-martdagi K26-son qarorini ilovasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish masalasi qo'yilgan. Bu masalani muhokamasi hisoboti bo'yicha tuman uy-joy kommunal bo'yicha bosh mutaxassis Shahzod To'lisovni hisobotlarini eshitamiz. Assalomu alaykum yig'ilish qatnashchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 5-fevraldagi TK48-qaror asosida Jondor tumanida ajratilgan mablag'lar hisobida 250 million so'm ajratilgan. Bundan irrigatsiya tarmoqlarini qurish bo'yicha 162 million so'm, bir dona hojatxona qurish 90 million so'm, ko'p kvartira bilan tutash hujjatlarini bajariladigan ishlar bo'lib, Xalq deputatlar Jondor tuman kengashining 2026-yil 18-martdagi K26-sonli qaror qabul qilingan. Shundan ishchi guruh tuzilgan holatda fuqarolarni o'rganib, trotuar ko'p kvartira uylarni kirish qismiga trotuar qismlari ehtiyoj ko'pligi sababli shunga o'zgartirish bo'yicha Navg'ati Tinchlik mahalla hududidagi ko'p kvartira uylarni qarorda belgilangan limit mablag'laridan o'zgartirmagan, oshmagan holda jami 252 million so'm. Navg'ati mahallasi Entaroviy ko'chasi 2, 3 va 5 uylarning kirish yo'laklarini ta'mirlash hamda Nurafshon ko'chasidagi 7-uyning kirish yo'laklarini betonlashtirishda amalga yordam berishingizni so'raymiz.